1-iyun bolalar kuni munosabati bilan siz uchun, ya'ni bolajonlar uchun juda ajoyib yangilik tayyorlab qo'ydik. 1265 taksi kompaniyasi tomonidan tashkil etilayotgan 1265 mijozlari uchun aksiya doirasida 1-iyun kuni bolajonlar uchun ko'chada ana shunday ajoyib sovg'alar bepul tarqatiladi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Ko'chada jonli tarzda sovg'alar bilan to'la kun bo'ladi. Ammo bitta sharti bor. Siz yoki oila a'zoyingiz 1265 taksi Instagram sahifasiga obuna bo'lgan bo'lishi kerak. Sababi sovg'alar aynan bizga obuna bo'lganlar orasidan tanlab beriladi. Shoshiling, hozirdanoq bizning sahifamizga obuna bo'ling. 1-iyun kuni esa biz bilan bo'ling. 1265 taksi kompaniyasi bolalarga quvonch ulashadigan xizmat.
pardası o'zingsan, qo'shig'imning sarlavhasi o'zingsan, kuylarimni avj pardasi o'zingsan. Ona yurtim qutlug' makon shabbozim, kuylarimning avj pardasi o'zingsan. Ona yurtim qutlug' makon shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim. Sen qo'lda torim sayragan, jamolingdan dil quvonib yayragan. Madhing aytsam qo'lda torim sayragan, jamolingdan dil quvonib yayragan. Kat qo'rg'oni tarixingdan so'ylagan, ona yurtim qutlug' makon shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim. Bo'lgan yurt, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Xorazmning bosh qal'asi bo'lgan yurt, ona yurtim qutlug' makon shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, sulton bobom Shayx Abbosdir makonim. Ushalgandir xalqim orzu armonim, sulton bobom Shayx Abbosdir makonim. Ushalgandir xalqim orzu armonim, mustaqillik yuragimning darmoni. Ona yurtim qutlug' makon shabbozim, mustaqillik yuragimning darmoni. Ona yurtim qutlug' makon shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, ona yurtim qutlug' makon shabbozim. Madhingni kuylayin jo'shib shabbozim, madhingni kuylayin jo'shib shabbozim. Hayda yürüsem sağın trener, hayda yürüsem sağın trener. Ana yurtum kamanları, ana yurtum kamanları. Hayalımda seher seher eser ceyhun şemalları. Hayalımda seher seher eser ceyhun şemalları. Atır gültürüp çöllerden, gülü reyhan çemenlerden. Atır gültürüp çöllerden, gülü reyhan çemenlerden. Bizning bu güzel
güzel yıllardan eser ceyhun şemalları. Assalomu alaykum aziz. Birinchi iyun bolalar kuni munosabati bilan siz uchun yangi qo'shimchalar uchun juda ajoyib Ceyhun Unika 65 taksi kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan Unika 65 mijozlar uchun aksiyasida birinchi iyun kuni bolajonlar uchun ko'chada ana shunday ajoyib sovg'alar bepul tarqatiladi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Ko'chada jonli tarzda sovg'alar bilan to'la kun bo'ladi. Ammo bitta sharti bor. Siz yoki oila a'zoingiz Unika 65 taksi Instagram sahifasiga obuna bo'lgan bo'lishi kerak. Sababi sovg'alar aynan bizga obuna bo'lganlar orasida tanlab beriladi. Shoshiling, hozirdan bizning sahifamizga obuna bo'ling. Birinchi iyun kuni esa biz bilan birga Unika 65 taksi kompaniyasi bolalarga quvonch ulashadigan xizmat. Ama başlığından avbahar eser ceyhun şemalları. Ama başlığından avbahar